Shakina, assalomu alaykum. Bizda eng yosh ishtirokchilarimizdan biri. Xo'sh, kimga ovoz berasiz? Assalomu alaykum. Men Narmatova Shakina Dilnoza opaga ovoz beraman. Dilnoza ko'pchilik sizga ovoz beryapti. Sizningcha Miss O'zbekiston 2025 kim bo'ladi? Hammaga assalomu alaykum. Meni o'ylashim bo'yicha Elina. Nimaga aynan Elina? Poxodkalari, o'zini tutishi, og'ir bosurligi juda ham yaxshi, chiroyli shuning uchun. Mani adashim Shahrizoda. Sizning fikringiz qiziq. Elenaga ovoz bergan bo'lardim, sababi chiroyli yurishi, o'ziga bo'lgan ishonchi va faolligi. Navbatdagi ishtirokchimiz Elina. Kimga ovoz berasiz? Мне кажется, что победит Дильноза, потому что она очень дисциплинированная и красивая. Nifar kimga ovoz berasiz? Men shu Dilafruz opaga ovoz bermoqchiman. Nima sabab Dilafruz opa? Shu o'zini tutishi, yurishi. Dilafruz opa kimga ovoz berasiz? Assalomu alaykum. Oybahorga ovoz beraman. Ularni o'zgacha xarakterlari menga juda yoqadi, kulishlari o'zgacha. O'zgacha xarakterga ega ishtirokchilarimizdan biri Oybahor opa. Kimga ovoz berasiz? Men Irodaga ovoz beraman. Sababi? O'zi model bo'lib ishlar ekan va o'sha modellik sohasida rivojlanib ketishini xohlayman. Go'zal ishtirokchilarimizdan biri Iroda. Sizningcha Miss O'zbekiston 2025 kim bo'ladi? Menimcha Miss O'zbekiston 2025 Miss Bono bo'ladilar. Farg'onalik ishtirokchimiz Regina. Ovozingizni kimga berasiz? Men bugungi ovozimni Dianaga beraman, chunki faol qatnashadi, har kuni chiroyli defile qilib beradi. Menimcha Dildoraning ham fikri hammaga qiziq. Assalomu alaykum. Men bugun ovozni Shahnoza opaga beraman, chunki u juda ham harakat qilyapti shu go'zallik tanlovida yutish uchun. Shahnoza opa, kimga ovoz berasiz? Men ovozim Gulsevarga. Nega? Sababi chiroyli, tabiiy, intizomli qiz. Tabiiy go'zal ishtirokchilarimizdan biri Gulsevar. Sizningcha kim bo'ladi g'oliba? Assalomu alaykum, Anvarim bor. Menimcha Shahina bo'lsa kerak, chunki eng kichik ham quvnoq qizimiz bo'ladi. Eng kichkina jaj ishtirokchimiz Samira. Sizningcha kim bo'ladi g'oliba? Adashmasam Shahina. Eng yosh qot ishtirokchimiz Dilnoza opa. Kimga ovoz berasiz? Men ovozni 3 ta variantim bor edi, lekin menga Shahlo rosa yoqdi. Boshidan beri kuzataman, shuning uchun Shahloga bermoqchiman. Shahloni ham fikri bizga qiziq. Assalomu alaykum. Men o'z o'rtog'im Shahinaga ovoz beraman. Rahmat.